Instagramda reklamalarni ko'rib qoldim, zakaz bergandim. Yani sizga ma'qul kelgan, ha? Menga yoqadi. Mana tushunarli. Barra 29 xizmatdan anchadan beri foydalanayotgan, sababi doimiy mijozlarimizning ro'yxatida ekansiz. Bu degani anchadan beri bizdan mahsulot sotib olasiz. Qanchadan beri bizdan mahsulot xarid qilasiz? Bizda qanaqadir kamchiliklar bormi bu borada? Voy, aniq esimda yo'q. 2 oy oshdi. 2 oydan oshdimi? Mahsulotlar yoqadi, kamchilik yo'q. Sizga aynan o'zi qaysi polfabrikatlarimiz ko'proq yoqadi? Mahsulotlarimizdan hammasini ham ko'ramiz. Aslida yoqadigani shu katetlari. Katetlarimiz. Ko'paymi? Katetlar haqiqatan zo'r. O'rtoqlarim bilan ham birga o'tirib qolganimizda polni zakaz beramiz. Qo'shnilarimga qo'shnimdan eshitganman o'zlari birinchi. Qo'shningizdan eshitgansiz-a? Ha, qo'shnilarni eshitib, keyin Instagramdan topib, so'raylarni rosa maqtagan edi boshida. Shuara yedim deb gap boshlab maqtab ketgan. Menga maqtaganda aytgan narsasi, qiziqtirgan narsasi o'zimizni go'sht ekanda, chetki emas go'sht. Albatta, mahalliy go'shtdan foydalanadi. Qanday avtomatlarsiz, qo'lda xuddi uyingizdagidek qilib tayyorlashadi. Qo'lda qilinarkan keyin shuaraylar nimalari o'zi zo'r ekan.